Assalomu alaykum. Mana biz Andijon viloyatida Izboskan tumanining mini traktor zavodidamiz. Mini traktorlarimiz bitta o'z nihoyasiga yetdi. Biz bu mini traktorlarimiz 75% mahalliylashgan Damas motor, Matiz motor, asosan Damas motordan chiqaryapmiz. Damas motorlarimiz Xorazmdan kelyapti. Buni oldi ballonlarimiz 14 ballondan qo'yilgan, orqa ballonlarimiz 16 ballondan qo'yilgan. Damas rollari, Damas pribollari, Damas rolovoylariga da hamma yo'q. Damas bo'lyapti. O'zimizda ishlab chiqarilgan. Hammasi hozirda mana shu mini traktor zavodimizda bular hammasi yigilyapti. Endi biz hozir agregatlarimiz bilan tanishamiz. Mana bu bizning kultivatorlarimiz. Bu yerda katkalan bo'lgan joylarda katkalanni ko'chirish uchun, chizillash uchun agregatlarimiz bu. Keyingi agregatimiz plugimiz, omochimiz. Buni ikki korpusli omochimiz bemalol sudraydi. Sinovdan o'tgan. Chuqurligi 25-30 cm gacha olaveradi. Bunimiz karchorka, yong'oq, piyoz, sabzi, go'za shunga o'xshagan ekinlarimizni karchorka qilib yerni betiga chiqarib qo'yadigan agregatimiz. Keyingi agregatimiz kartoshka kapatil. Bu gidrolika nima bilan? Gidrolika bilan, dozator bilan ishlaydi. Kartoshkani elab yerni betiga chiqarib qo'yadi. G'omlik nima liboy traktorlarga ishlatsa bo'ladi. Mana bu mini traktorimiz Damas motoridan qilingan. Damas motordan, Damas korobkadan razatkaga o'tgan, razatkadan keyin mosimizga o'tgan, mosdan keyin bu mini traktorimiz faqat orqa tortadi. Keyin mana bu mini traktorlarimiz bor. Bularni 4x4 deymiz. 4x4 deb ataladi bu. Buni oldi ham tortadi, orqa ham tortadi. Bularimiz Matiz motordan qilingan. Qulayliklari juda ham ko'p.